26-oktyabr yakshanba kuni uy bozoriga kelganmiz. Yaxshi arzon variantlarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatib turing. Videomiz ko'proq tarqalishi uchun like va kommentariyalarni ayamang. Uy qidirib yurgan do'stingizga yuboring. Obuna bo'lib qo'ying. 26-oktyabr uy bozoriga kelganmiz. Yaxshi variantlarni qo'yib boramiz. Mana shunday yaxshi variantimiz chiqqan. Buni ko'rishlaring mumkin. Toshkent shahri Sergelida, bu Sergeli tumani. Yangi hayot tumani ekan, Chortoq mahallasi, 2-3 sotiq. Indeksda orqa tarafida. Indeks bozorining orqa tomoni ekan, 6 xona plus 1 xona hol. Tak mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. 85 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz aka? 80. Mana taqalgani 80. Bizning kanalimizdan borsanglar 80 ga berib yurar ekan. Mana aloqaga chiqinglar. Mana rasmlari bo'ladi. Yana Telegramga yozsanglar tashlab beradi. Joyida qilib borib baraka qoradigan joyi ekan. Mana juda arzon variantimiz mana sotuvga qo'yilayotgan ekan. Qoriqamish 1.2 da bir xona, 5 etashgani 5-etajda 42 metr kvadrat ekan bu. Juda balkoni 2 ga 6 ekan. Remonti sredniy. Kirib yashasa bo'ladi, toza remonti. Hujjatlari joyida. Srochniy sotiladi. 39 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz? Yoki taqalgani. Taqilgani? Endi o'zi narxini qo'ydik, ustiga qo'yish narsalar yo'q-da. Notarius xarajatlarini javob bo'lmasa o'tib berasiz. Ko'ramiz. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Bosib boradigan joyi ekan. Arzon variant bozor bo'yicha. Mana yaxshi uchastkamiz sotuvga qo'yilayotgan ekan. Bu suvda GES 6 sotiq plus 2 zaxvat bor ekan. 2 sotiq zaxvat. 4 xona bu kirib yashashga tayyormi yo biroz karobkami? Tayyor, o'zim yashab turibman. Yashab turgan uylar ekan, mana 40 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul o'tib berasiz aka buni? 2 ming o'tib beradi, 38 ga beradi. 38 ga berib ekan. Hozir bu shunda mana bu Chilonzor metrogacha qancha? Chilonzor metroga mana shu turgan joyimizgacha 10 kilometr uydan shergacha. Chilonzor metrogacha 10 kilometr ekan uydan masjidgacha. Bu yomon variant emas. Narxi ham juda cho'tka ekan. Bosib boradigan joy ekan. Kirib yashashga tayyor uchastka. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Yaxshi variantlarni. Chilonzordan uy qidirayotganlar diqqatiga mana Chilonzor 14-kvartal 2 xonalik, 3-etaj, 4-etaj kerak ekan, 2 xona, 3 xona qilingan ekan. Remontlari qanaqa ekan uni? Sredniy remont. O'rtacha remont ekan. Mana balkoni 1.5 ga 6 balkon. Balkoni ham yaxshi ekan. Kvadrati 50 kvadrat ekan. Narxi 57 ming dollar deb turgan ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. 57 ming. Taqalgan joyimi bu o'tadigan joyi bormi? Ozgina o'tib beriladi. Mana ustida gaplashiladi. Mana Telegramda yozsanglar, rasmlarini tashlab beradilar. Mana pastda nomerlari, aloqaga chiqinglar, bosib boradigan joyi ekan. Mana juda arzon variantimiz mana sotuvga qo'yilayotgan ekan. Qoriqamish 1.2 da bir xona, 5 etashgani 5-etajda 42 metr kvadrat ekan bu. Juda balkoni 2 ga 6 ekan. Remonti sredniy. Kirib yashasa bo'ladi, toza remonti. Hujjatlari joyida. Srochniy sotiladi. 39 ming dollar deb turgan ekan. Nech pul qilib berasiz? Yoki taqalgani. Taqilgani? Endi o'zi narxini qo'ydik, ustiga qo'yish narsalar yo'q-da. Notarius xarajatlarini javob bo'lmasa o'tib berasiz. Ko'ramiz. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Bosib boradigan joyi ekan. Arzon variant bozor bo'yicha. Toshkent viloyati Zangat tumanida mana juda arzon uchastkamiz sotuvga qo'yilayotgan ekan. 6 sotiq. Mana bu suv GESda ekan. Plus 2 sotiq zaxvati bor ekan. 4 xona kirib yashaydigan sharoitda aka bu uylari. Gaz, svet, hamma narsasi bor. Dokumentlari hammasi joyida. Mana 40 ming dollar deb turgan ekan. Biz talashib mana 35 ming dollarga tushirib qo'ydik. Kirib yashashga tayyor ekan. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanaldan yiroqlashmang. Bozor bo'yicha eng arzon variantni ko'rsatishda davom etamiz. Taki Selxoz universiteti seleksiya mana o'zlarining uylari ekan. Seleksiya universitetining oldida bir xona 1-etaj, taki 2 tashkari g'ishtlik dom ekan, 30 kvadrat. Narxini 31 ming dollar deb turibdi. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Juda bozor bo'yicha eng arzon variant ekan, bosib boradigan joyi uni.